Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sog'ommisizlar, charchamayapsizlarmi? 2 kun oldin mana yakshanba kuni, ya'ni dushanba kuni kecha sizlar bilan birgalikda pre-marketda bo'layotgan voqealiklardan kelib chiqqan holda analiz qilgandik. Ya'ni kriptovalyuta aksiyalarni, magiyetlarni, tillarni ko'rib chiqqan edik, to'g'rimi? Esingizda bo'lsa. Keling, hozir shuni update qilgan holda, ya'ni hozir bo'layotgan voqealiklar, hozirgi holatda ko'rib chiqamiz. Mana hozir ko'ryapmizki, Bitcoin'ni o'zidan boshlagan bo'lsak, предыдущий o'zini oldingi minimumni yengilab o'tdi, lekin mana hamma joyi o'tgan safar ham videoda juda ham aytib o'tgan edim. Mana 62.000 da necha? 62.345 o'sha nuqta. Mana 427 o'qibdi, 345. O'sha nuqtadan pastga tushib ketmasin deb aytgandik, esingizda bo'lsa. O'sha mana hozir bugun nima bo'lyapti? 62.510 ga tushdi. O'shadan kichkina atskok bo'lyapti. Qani ko'ramiz bugungi kunda qanaqa yopiladi. Yomon emas, ko'rinishi juda ham zo'r hozirgi paytda, ya'ni lokalni razvorot belgisi bor, lokalniy уровеньda. Endi globalniy уровеньda qani ko'ramiz. Hozirgi paytda endi nima uchun bunaqa bo'lyapti deydigan bo'lsak, ko'rasizlar, yangiliklarni kuzatib o'tgan bo'lsanglar, ancha Eron bilan Amerikaning orasidagi mozoroli sal tinchib qolgandek bo'ldi. Ikki tomon sal nima deydi, kelishuvlarga yondashuv qilayotgandek bo'lyapti, lekin ozgina bu ham qaysidir ma'noda to'g'risini aytganda oddiy kutuv, просто kutuv. Chunki qanchadan qancha nima deydi, urushga tayyorgarlik qilib qo'ygan Amerika orqaga qaytarmikin degan savol bor-da. Qanchadan qancha sarmoya qilib, o'sha o'zini barcha vojskalarini, kerakli оружияларning barchasini yetkazib, joylab qo'ygan Amerika kelishuvga xo'p deb rozi bo'larmikin degan masala bor. Plus ikkinchi tomondan Eron ham podarka emas, sразу xo'p deb sen aytganingni qilamiz deb kelishib qo'yishi mumkin emas. Shu sababdan hozir просто ikki tomon ozgina sokinlik qilib kelish rejasini, fikrini aytishyapti. O'zi aslida qaysidir igrokka shu narx kerak, qaysidir savdogarga tepadagi narx kerak. Endi agar mana shu holatda yopilsa va keyingi 2 kunda nima deydi, narx ushab qola olsa, pastga tushib ketib qolmaslikka ehtimolan shu zonani ichiga qaytib olishimiz mumkin. 69-70 mingga. 69-70 mingga qaytdik degani bu уже 72-75 ming atrofiga qaytish ehtimolimiz bor degani. Esingizda qolsa. Endi bunaqa bo'ladigan bo'lsa, biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan aktivlar bor. Hozir Webull'da sizlarga ko'rsataman. Kriptovalyutaga oid bo'lgan mana watch listimiz bor. CryptoStacks deb ochib qo'yganman. Mana ko'pi hozir ko'rasizlar, yashil simon ko'rinishda turibdi. Faqat chap tomonga qaraysizlar, chartni chap tomoniga mana BLNK degan kichkina aksiyamiz bor. Bu ham hozir lokalni tushuvchi trendovый liniyasini buzib o'tdi, lekin o'zidan oldingi maksimumlarni yengila olmayapti. Agar mana 75 ni yengilab o'tsa, bu tabiiyki lokalniy уровеньda zo'r o'sish 90 sentlargacha borish ehtimoli bor ekan. 93-92. Riot korxonasi statusi o'zgargan, to'g'risini aytaman, islamliklarni tekshirganimizda noshariy bo'lib chiqibdi. Shu sababdan biz hozir kunda Riot korxonasida savdo qilmaymiz. Lekin BMNR korxonasi bor, Bitmain. Bu korxonasi hali ham joizlik statusida yaxshi turibdi va mana shu aktivga sarmoya kiritishi reja qilsak bo'ladi. Ya'ni hozirgi holatdan qaraylik, lokalniy уровеньda nima bo'lyapti? Ko'rishimiz mumkinki, предыдущий minimum yengiladi. Endi qachonki 20 yu 50 ni yengilasa, luboyotgandan предыдущий minimum yengilamagan holda savdoga kirsak bo'ladi. Bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi desak, keling ssenariysini oddiy chizadigan bo'lsak, mana shu holatdan o'sish bo'ldi. Mana 20 yu luboyotgandan покупка. Birinchi targetimiz bu, ikkinchi targetimiz bu va 26 gacha ham chiqishi mumkin. Mana bizga hozirgi holatda nima kerak? Tasdiqlanayotgan, endi shakllanayotgan поддержка, lokalniy поддержка уровеньimizga nisbatan mana bu holatda предыдущий maksimumni yengilashimiz kerak.
mana shu qachonki mana shu 20 yo 50 ni yuqorisiga chiqib oladigan bo'lsak, любой откатdan 18 va 60 dan pastga tushib ketmagan holda savdoga kirsak bo'lar ekan. Mana birinchi bitta aktiv Bitcoinni положительный, ya'ni ijobiy natijasini, ijobiy o'sish belgisiga qarab turib savdoga kirsak bo'ladi. Xo'p, keyingi aktiv mana bu Hive degan aktiv. Bu ham float kichkina bo'lgan, ya'ni keskin ravishda o'zgaradi. Float katta ekan, uzr. Free float mana juda ham katta ekan. No, bitta yurganda yaxshi yurishni boshlaydi. Masalan, qaranglar mana o'tmishda mana shu trendiy liniyamizdan keyin 35% yurgan ekan. Chunki Bitcoin 10% yursa, bu kamida 20-25% yurar ekan. Mana 32%chi 60dagi bizni tasdiqlab pastga tushib ketgan qo'llab-quvvatlash hozir qarshilikdagi ishlab berish mumkin va o'sha 32-30% atrofida ekan, yuqoriga yurish potensiali bor. Xo'p, HAT bu yaxshi turibdi o'z aslida, faqatgina ertaga earnings report bor ekan, ya'ni o'z moliyaviy hisobotini chiqarsa, bunaqa hollarda biz savdo qilmaganimiz yaxshi. Mana nima deydi, e'tiborimizni qarashimiz kerak bo'lgani bu MSTR korxonasi. Hozir qayerda ko'rdim? Mana shu yerda yangiliklar orasida MSTR ko'rdim. Haligacha juda ham katta ubыткda turibdi. Mana ana MicroStrategy currently has 9.5 trillion unrealized loss. Ya'ni Bitcoinga investitsiya qiladigan korxonalardan bittasi. Bu qanaqa investitsiya qiladi? Ya'ni bu insonlardan, mijozlardan sarmoyalarni qabul qilib, Bitcoinni xarid qilishga, Bitcoin ETF'larini xarid qilishga investitsiya qilib boradi. Ya'ni pulni boshqarib beradi desa ham bo'ladi. Endi hozirgi paytda mana ko'rasizlar, 9 trillionga yaqin, 9,5 trillion pul zararda turibdi hozir. Ya'ni bu korxona shunchalik ishonyaptiki, kelajakda Bitcoin o'z maksimumlarini yana yangilaydi, yanada yaxshi kunlar keladi degan maqsadda. Bu даже hozirgi kunlarda ham mana u esimda 19-20-kunlarda ham Bitcoin xarid qildi mana shu MicroStrategy korxonasi. Xo'p, endi davom etamiz. Mana bu Eni degan korxona bor. Endi Eni yaqinda reverse split qildi, ya'ni o'z aksiyalarini o'zi necha 50 sentlar atrofiga tushib qoldi. Endi qani ko'ramiz. Hozircha yomon emas, yaxshi turibdi. Juda ham yaxshi savdo hajmi kirib kelgan ekan mana bu yerda. Bitcoin holatiga qarab turib, bu ham ozgina volatilность berishi mumkin. 150-180 gacha chiqish ehtimoli bor ekan. Shu tarzda savdolarni amalga oshirsak bo'ladi. Endi kelinglar sizlar bilan Amerikadagi indekslarni ko'rib chiqamiz, ko'z yugurtirib, nima holatda turibdi, qanaqa kuchli o'rinlarimizga yaqin keldimi, yo'qmi. Xo'p, indeksimizni ochib olamiz. Indekslarimiz deydi. Indekslarimiz VIX indeksimiz zo'r, mana ko'ryapmiz, yana lower high qildi. Ya'ni mana bu lower high midi bizga trendiy liniyani chizadigan bo'lsak, bu higher high, lower high, yes. Keyingisi yana bugun lower high qo'ydi. Endi lower high qachon tasdiqlanadi? Keyingi kun ham pastroqda ochilib, pastga qarab yurishni boshlasa, zo'r lower high tasdiqlanadi. Bu degani nima? Indekslarimizda higher low shakllanishi boshlanyapti. Ya'ni o'suvchi belgilar ko'rinyapti. Mana bu Russell 2000, ya'ni kichkina kapitalizatsiyaga oid bo'lgan korxonalar. Bu ham kecha ko'rasizlar, mana trend is your friend deb aytdik. Ya'ni trend bizning o'rtog'imiz. O'suvchi trend belgisi shu joyga kelib, lojniy qilib qaytib chiqib olib, mana hozir kunda yaxshi inside candle asosida ushlab turibdi. Endi agar inside candle'imiz xuddi shu ko'rinishda yopilsa va keyingi kunimizni yuqoriga qarab yursa, potensialni yuqoriga ketish ehtimolimiz bor, yo'q emas. SP500 da ham haligacha o'sha range holatdamiz. O'sha range holatdamiz. Mana minimum предыдущий o'zidan oldingi minimumga nisbatan hozir higher low yasayapti, lekin sotuv hajm sal ko'proq. Shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Sotuv hajm sal ko'proq. Shuning uchun ehtiyotkorlik bilan hozir ko'ryapmiz, ko'p aktivlarda o'z bo'layotgan savdolar hammasi yuqori qismda. Ya'ni 4 ta faza bor o'zi. Pul yig'iladi, o'sish darajasi, ya'ni o'sish fazasi, pul taqsimot bo'ladi va tushish fazasi. Hozir ko'p aktivlarda
taqsimot fazasidamiz. Mana hozir bunisida ham taqsimot fazasidamiz. Shuning uchun sal ehtiyotkorlik bo'lish kerak. Chunki bilmaymiz bozorda ertaga qanaqadir noodatiy yangilik, nima deydi, o'zingiz tushundinglar, qanaqadir yangilik chiqsa, kuchli tashlaverish ehtimoli bor. Chunki yig'ilib turibdi. Mana shu fazadan o'tib olgandan keyin zo'r. Mana qaysi holatda biz zo'r savdoga kirishimiz mumkin, kattaroq aktiv bilan riskovать etsa, mana shu предыдущий barcha maksimumlarni yengilab, o'zini maksimumi yuqorisida 3-4 kun nakapleniya qiladi. Ya'ni yig'ilib turadi, narx pastga ketib qolishga berishmaydi. Aldamchisiz harakat bo'lishi mumkin, tabiiy. Qabul qilamiz, lekin yuqorisida, tanasi yuqorisida yopilishi lozim. O'shandagina biz sekin boshqa aktivlarda, ya'ni qiymati tushgan aktivlarga sarmoya kiritsak bo'ladi. Bu mana indeksdan kelib chiqqan holda qaysi aktivlarga desa, birinchi o'rinda Magetni ko'rib chiqamiz. Magetni hozirgi holatini ko'ramiz. Mana qaranglar. Microsoft juda ham yaxshi. Bu anchadan beri tushib kelayotgan korxonalardan bittasida. Endi masha aktiv, masha hozir hosil qilgan 392 urovingdan tepasiga chiqib olsa, bu tasdiqlangan holatda biz qabul qilamiz va o'zidan oldingi 405 urovingni yengillasa, любой откатdan покупка qilsak bo'ladi. Juda ham zo'r. Microsoftda biz hozircha bozordagi performance, ya'ni bozorni qanaqa bo'lishiga qarab turib savdoga kiramiz yo chiqamiz. Shu narsa hozir bizning statusimizda desa bo'ladi, ya'ni savdo g'oyamizda. Endi Google juda ham zo'r. Google'da ham nakapleniya bo'ldi, nakapleniyadan chiqish bo'ldi, zo'r. Bironta zo'r nakapleniya bo'lib turib chiqish bo'ldi, savdo hajmi bilan chiqish bo'ldi. Unga nisbatan hozir atkat. Juda ham zo'r. Atkatda ham ko'rasizlar, sotuv juda ham past, sotuv kam. Bu juda ham yaxshi belgi aslida. Shuning uchun e'tibor berib turamiz. Google bizada savdoga kirish prioritetlaridan bittasida desa ham bo'ladi. Endi lokalniy уровеньda ozgina narsalar chizgan ekanmiz, o'sha sal ko'rinyapti. Men bu yoqda ozgina chizgan narsalarimiz bor ekan. Xo'p, ketdi. Amazonni ko'ramiz. Amazon ham menda juda ham top watch aksiyalardan bittasida turibdi hozirgi paytda. Nimaga? Chunki bu ham kuchli tashlashlardan keyin shu joyda bazirovatsiya qildi. Ya'ni bazirovatsiya qilgandan keyin sotuv hajmi pasaydi, sotuvchilar charchadi, sekin chiqishni boshladi, o'rniga kim kiradi? Yangi pul, yangi sotib oluvchi, qiziqishdagi insonlar sekin kirishni boshlaydi. Mana shu holatda o'sha savdoga kirsa ham bo'ladi, riskimizni minimalni qilib, $200 sal pastroqga stop qo'ygan holda 197 juda ham ajoyib. Ja kattaroq risk qilaman degan odam bo'lsa 195, undan ham pastroqlarni ko'rsa bo'ladi. Chunki mana hozir bitta 194.88 gap holati bor ekan, o'tmishdagi o'shani yopishga kelishi mumkin, lekin bu ham bozordagi holatga qarab, ya'ni barcha aktivlar yaxshi yurishni boshlasa, chunki tepada mana ko'rasizlar, bitta, ikkita gap hosil bo'lgan, buni yopishga qarab yurish ehtimoli bor. Apple bu monster. Nima uchun desa, qaranglar, o'zini lokalniy уровеньdagi minimumni yengiladi, barchasini yengilab, tushuvchi trenddan tepasiga chiqib olib, предыдущий maksimumdan yengilab, juda ham zo'r atkat holati bo'ldi va atkatdan keyin nakapleniya bo'lib, yana buzilishni boshlayapti. Endi qaranglar, juda ham qiziq narsa. Butun bozordagi Magetdan 6 tasi tushayotgan bo'lsa, qaranglar, bitta Apple bozorni tortib beryapti. Ya'ni SP 500 da ushab turgan hozirgi aktiv qaysi deydigan bo'lsak, bu SP 500. Nima uchun? Chunki SP 500 da vazni Apple vazni SP 500 da yuqori, ya'ni примерно 6% atrofida edi oxirgi marta ko'rganimda. Keyingisi Nvidia ham ko'rasizlar, juda ham zo'r turibdi. O'sha kuni kecha qilgan videoyimizda ham aytib o'tgan edik. Shu Nvidia agar o'zini maksimum, ya'ni mana shu yig'ilgan maksimum yengilab ustida nakapleniya qilsa, darsh rost uchun, ya'ni o'z maksimum uchun savdoga kirishimiz mumkin. Bu avvalambor 195, 196 dan yuqoriga chiqib olish kerak va o'shaning ustida 1-2 kun nakapleniya qilib bersa bo'ldi, xolos. Savdoga kirsak bo'ladi. Metadagi bo'layotgan holat juda ham yaxshi. O'zidan oldingi minimum hozircha yengilamagan, lokalniy уровеньda yaxshi turibdi. Kichkina risk bilan bugun ham darsh savdoga kirsa bo'ladi. Nima uchun deyilsa, o'zidan oldingi lokalniy maksimumlar yengilandi. Lokalniy maksimum yengilandi degani bu xayr holatiga keldi.
Endi to'g'ri aytishingiz mumkin, mamtigi minimum, bo'ttigi minimum yengiladi-ku deyishingiz mumkin. Agar qonun bor, agar savdogarlar o'zidan oldingi katta maksimumni yengilashga berishmasa, glubokий откат holatiga kelishi mumkin. Glubokий откат degani bu o'zidan oldingi ikkita minimumni yengilab turib, keyin yangi pul kiradi, narx o'sishni boshlashi mumkin degani. Endi bozorda qaranglar, har doim ehtimoliy nazariyalar asosida savdo qilishimiz kerak. Bugungi hozirgi ko'p gapirayotgan narsalarimiz ham barchasi ehtimoliy nazariyalar. Chunki savdoda hech qachon bir aniqlik bo'ldi, men 100% bilaman degan narsa bo'lmaydi. Chunki bu yerda ham fundamental, ham texnik tahlil bor. Texnik tahlilingiz bo'yicha 100% degan bo'lsa, lekin fundamental tirs etib bu narsani o'zgartirib yuborishi mumkin. Yokida fundamental zo'r bo'lib turgan holatda texnik tahlil sal nima deydi, o'sha narsani o'sish tempini pasaytirib turgan bo'lishi mumkin. Xo'p, davom etamiz. Tesla, молодец. Mana qaranglar. Teslada globalniy minimum bor, 387 li. Hozir предыдущий minimum yengiladi, yaxshi. Endi biz qaysi paytda savdoga kirishimiz mumkin desa, eng zo'r holat bu mana mashtdagi oxirgi предыдущий maksimum bor. Shu biz uchun muhim nuqta bo'ladi. Shu joyi yengilab o'tsa, o'zi tushganga nisbatan 50% qaytib olsa, qonun bor. 50% qaytib olsa, bu trend bo'yicha daraja davom etadi degani. Ya'ni tushuvchi emas, ya'ni mamtdagi lokalniy trend bo'yicha globalniga o'tadi. Endi bizda hozir men nimani kutyapman? O'z Teslada menda har doim bor. Yana pozitsiyaga qo'shish uchun nimani kutyapman desa, mana hozir men o'sayotgan narsa o'zidan oldingi mana shu urovni yengilagandan keyin любой откатdan kirish ehtimolim bo'ladi. Mana men bitta yengilab olish kerak. 414, 415 larni yengilab olsa, yana $10 atrofida yurgandan keyin откатdan savdoga kirish mumkin. To'g'ri, aytishingiz mumkin, lokalniy urovda o'zini muhim nuqtasini yengiladi desa, yo'q, bu hali men uchun hozircha zerkalniy urovga keldi. Zerkalniy supply zona deydi, bu taqsimot zonasiga agar shu yerdan ham chiqa olsa, bu zo'r. O'shandagina biz shiddat bilan savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Endi shu joyda kelinglar, sizlar bilan bitta tilla bilan oilni ko'rib ketamiz. Oilda, ya'ni neftda nima bo'lyapti? Neft holatiga ko'ra o'sha hali ham shu joyda turibmiz, nakapleniya holati. Endi nakapleniya bo'lgan holatda biz nimani ko'ramiz? Sal sotuvlar hajmi sal ko'paygan. Shu narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Ya'ni sotuv hajmi sal ko'payganini belgisi bu ozgina lokalni tushishimiz mumkin degan. To'g'ri, o'z maksimumlarini yengiladi. Откат bo'lishi va agar sotuv hajmi sal ko'payib ketib qolsa, glubokiyroq откатga ketishimiz mumkin. Bitta, ikkita minimum yengilash, lekin mamtdagi minimumni yengilamaslikka. Endi bunaqa holat qachon bo'lishi mumkin deyilsa, to'g'risi ochiq aytamiz, agar Amerika bilan shu Eron соглашение deymiz-ku, urushmas, tinchlik tarafdori bo'lib соглашение qilishsa, aslida biz uchun yaxshi deymiz. Butun umumiy bozor uchun yaxshi, lekin neft narxi tushishi mumkin. Chunki yo'l ochiladi, bir erkin bo'ladi, neft savdosi yanada rivojlanadi va yengillik bo'ladi. Ko'ramiz, mana hozir tillada sal tushish bo'lyapti. Nima uchun? Nima uchun tillada tushish bo'lyapti? Bugungi kun davomida mana kunlik shamchironni qarasak, qizil. Nima uchun deyilsa, chunki Nasdaqda riskovanniy aktivlar bozorida yaxshi o'sish bo'lyapti. Mana Nasdaq birjasini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kun yashil. Esinglarda o'tgan safar aytdik. Riskovanniy aktivlar bor, risk past bo'lgan aktivlar bor. Hozir mana Nasdaq degani nima deyilsa, bu birja bilasizlar, Nasdaqdagi barcha aktivlarni hozirgi paytda qisman bo'lsa ham o'sishiga olib kelyapti. Endi kelinglar Finvizdagi hozirgi holatni ko'radigan bo'lsak, bu kechagisi, hozir bitta yengilab olsam. Mana aksar bozordagi o'sha ko'p sektorlar ko'rasizlar, qanaqa yam-yashil. Bu aslida juda ham yaxshi. Kechagi holatni ko'rdinglar, ko'p joy qizarib yotdi. Kecha o'sayotgan yo'nalishlar faqatgina healthcare, ya'ni sog'liqni saqlash, consumer defense, ya'ni har doim asosiy mahsulotlar deymiz. Nima uchun? Mana qarang, Walmart, Coca-Cola, beveragelar har doim uy uchun kerak bo'ladigan har xil mahsulotlar yo'nalishi. Bu ko'proq bozorda strah, qo'rquv paydo bo'lganda asosiy mahsulotlar o'sadi. Nima uchun? Chunki odamlar
har doim bozorda nima bo'lishidan qat'iy nazar yeb ichish, kiyim kechak degan narsa kerak. Kiyim kechak ikkinchi o'rinda, birinchi o'rinda yeb ichar. Har doim kerak bo'lgani uchun shu sohadagi korxonalarning qiymati sal o'sadi, chunki talab uyg'onadi. Shu tarzda biz aktivlarni savdo qilamiz. Hozir mana aytib o'tdim sizlarga Mag7larda qanday savdo qilamiz. Indekslarni ko'rib chiqdik. Bitcoinga oid aktivlarni ko'rib chiqdik va Bitcoinning hozirgi holatini ham ko'rib chiqdik. Shunaqa gaplar. Shu kechagi darsimizga qo'shimcha ulab ketdik. Xudo xolisa manfaatli va sizlarga har bitta mana bugungi darsni o'zida, ya'ni bugungi kichkina darsimizning o'zida ham qancha ключевой joylarini aytib o'tdik. Endi bu narsani sizlar imkon qadar nima deydi? Bloknot olib, bloknotga kerakini yozib, tajribada qo'llaydi. Tajribada qo'llagan saringlar ilm oshadi, dunyo, mana chartga qarashimiz, vzglядlarimiz o'zgaraveradi. Shunaqa gaplar. Xizmatinglardamiz, bemalol, xudo xolisa.